sohada iste'dodlarni yuzaga chiqarish va qo'llab-quvvatlash maqsadida yangi tizim qilamiz. Jumladan teatr, kino, raqs, opera, folklor, estrada, akademik va milliy cholg'u, tasviriy va amaliy san'at kabi 21 ta yo'nalish bo'yicha ijodiy birlashmalar tashkil etiladi. Ijodiy birlashmalarga bir tomonidan ustoz ijodkorlar, ikkinchi tomonidan esa vazirlar va juda katta kompaniya rahbarlari ham rais bo'ladi. Ham rais degani pulini, sharoitini, davlat e'tiborini ko'rsatadigan ham rais bo'ladi. Bunda o'z maktabini yaratgan san'atkorlarimiz yoshlarga kasb sirlari va sahna madaniyatini o'rgatadi. Vazirlar va kompaniya rahbarlari eng quyi pog'onaga tushib, tumanlardagi musiqa maktablari va badiiy jamoalar bilan uchrashadi. Ularning muammolariga yechim topadi. Yoshlarning ijodiga yangi nafas olib kirish uchun har bir ijodiy birlashma kesimida mahalladan boshlab tuman, viloyat, respublika tanlovlarini tashkil qiladi. G'olib va sovrindorlarni qo'llab-quvvatlash uchun ularning gastrol safarlari, festivallar va xalqaro tanlovlarda ishtirok etishga ko'maklashadi. Bir narsani bilinglar, nima uchun bu gaplarni aytyapman? Madaniyatni bir o'zimiz emas, butun elimiz bilan amalga oshirishimiz kerak. Butun tizimimiz bilan amalga oshirishimiz kerak.